Hech qanday manyak menga xavf sola olmaydi. Mayli bu yerdan olib tashlay. Yana odamlar ko'rib mendan qo'rqib ketishmasin, meni o'zimni manyak deb o'ylab bo'lib turishi mumkin. Shuning uchun sekin bu yerdan ketaman va shahardan yana idishlarni qidira boshlayman. Yoki ovqat olishga borsak ham bo'ladi. Mayli, yo'l-yo'lakay hammasini hal qilib ketaveramiz. Bu yerda hech balo yo'q. Xo'sh, bu tomonda ham hech nima yoki bu yerdan o'tmagandim. Ha, o'tgan ekanman. Yoki boshqalar o'tishgandir. Yo'q, bu yerda hech narsa. Bo'sh, tushunarli. Bu yerda ham hech nima yo'q. Okey. Kelar endi mana bu yerlarga qaraymiz. Bu yerlarda xo'sh. Bu yerda bor ekan, yaxshi. Hammasini olamiz. Qutilarni ham qoldirib ketmaymiz. Ajoyib. Zo'r. Bo'ldi. Xo'sh, bu yerda qanaqadir bino, bu yerda yonilg'i quyish shoxobchasi. Bu yerda esa ovqat sotuvchi yigit. Xo'sh, bu yerda hech nima yo'q. Ha, tushunarli. Kelar endi uni oldiga boramiz. Brat, men keldim. Sizni anchadan beri kutayotgandim, brat. Ha, sizdan yana har doimgidek xotdog olishga keldim. Zo'r. Ishlaringiz qalay? Ishlarim qanday? Ajoyib. Ha, o'zingizdachi? Savdolar bo'lyaptimi? Ha, odamlar kelib ketib turishibdi. Lekin havo buzuq bo'lgandiga ko'pchilik kelmadi, lekin hal qildik. Endi havo yaxshi, endi odamlar kelsa kerak. Ha, men ham shunga umid qilaman. Mayli, menda ham ishlarim yaxshi ketyapti. Sizdan har doimgidek ovqat olishga keldim. Yaxshi-da, ana shunday kelib turing. Albatta kelib turaman. Faqat sal keyinroq, maylimi? Xo'p. Bo'ldi, do'stlar, kelinglar, hozir ovqatga chalg'imaymiz va ishlashimiz kerak. Chunki hozir ovqatga chalg'isam yana qolib ketaman va hech nima qila olmay qolaman. Shuning uchun ham hozir ishlashimiz kerak. Mayli do'stlar, hozir hamma yoqni tiklab chiq. Do'stlar, yana ajoyib, yana axlat. Menimcha axlat ko'rganda xursand bo'ladigan odamlardan biri men bo'lsam kerak. O'zingiz hozir ko'rib turganingizdek olamiz hammasini. Zo'r. Endi bizda hammasidan ikkitadan. Yo'q, qog'ozdan 14 ta ekan. Okey. Xo'sh, bu taraflarda, bu taraflarda ham axlat bor. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, odamlar axlat tashlayverishadi, men esa ularni olib pulga almashtiraveram. Bu tomonda hech balo yo'q. Tushunarli. Lekin hozir biz mana bu politsiya uchastkasi yonidamiz. Shuning uchun sekingina o'tamiz va bo'ldi. Yuguramiz do'stlar. Yaxshi. Mana shu yerdan bir kuchuk ketdi. Uyimizga kelamiz. Xo'sh, do'stlar, uyim shunchalik yashiringanki, o'zim ham adashib ketaman. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Yopamiz eshikni. Endi bu yerga narsalarni tashlashimiz kerak. Qutini, idishlarni olaman. Axlatlarni hozirroq topshirishimiz kerak va bo'ldi. Bilasizlarmi? Kelar karton qutilar bilan hozir uyimni yana ham mustahkamlab olaman. Chunki hozirgi bu ahvoli bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek qanaqadir piramida bo'lib yotibdi. Mana endi haqiqiy qog'ozli bunker bo'ldi. Do'stlar, ajoyib. Kim o'ziga shunaqangi bunker xohlasa, bitta like bossang, albatta o'zingizning uyingiz bundan ko'ra 1000 marotaba yaxshiroq bo'lsa kerak. Lekin menda shunaqasi bor xolos. Sekin. Ketdi, sekin. Bo'ldi. Xudoga shukr, bu safar hech qayerni urib olmadim. Xo'sh, yaxshi. Quti hali ham turibdi. Mayli. Qani do'stlar, kelinglarchi bomjning yoniga kelamiz. Janob bomj, xo'sh. Mana yana narsalarni olishingiz mumkin. Ajoyib, ishlaringiz zo'r ketyapti, ha? Bomjlar menimcha manekdan qo'rqib chiqishmayotgan bo'lsa kerak. Ha, shu, sen ham ehtiyot bo'l-da. Ha, bo'laman. Bo'ldi, men ketdim. Aha. Do'stlar, ko'rdinglarmi? 5 daqiqa ichida yana $50 ga ega bo'ldik. Zo'r. Xo'sh, endi esa boya aytgandek kiyim do'koniga boraman. Men avvalgi safar so'rab surishtirib bilib oldim qayerdaligini. Videolarning birida men aytgandim qanaqa do'kon ekan deb. Aynan o'sha do'kon kiyim-kechak sotadigan do'kon ekan. Yangigina ochilgan ekan. Hozir o'sha yerga boramiz va biror bir yengil kiyim sotib olamiz. Yaxshi, kuzga mos, harakatlarga mos va mening ishlarimga to'g'ri keladigan. Va endi biroz ehtiyot do'stlar, ajoyib. Xo'sh, pul sarflashga kelib, yana birozgina pul topdim. Zo'r do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bizni hayotimizda unchalik ham yomon deb bo'lmaydi. Bizni o'zimizni jamiyatimiz va tartib-qoidalarimiz bor. Mana shunaqangi hayot bizda. Ammo umid qilamanki, sizlarga ham o'zingizning hayotingiz yoqadi, chunki mendek mana bunday sovuqlarda ovqatsiz axlat terib yurish menimcha sizlarga yoqmasa kerak. Yaxshi, do'stlar, mana kiyimlar turibdi. Buni qaranglar. Jitel ham yaxshi. Hozir do'stlar shu yerga kiramiz.
Xo'sh, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xudo, iflos bo'lmish, chiq bu yerdan. Iflos bo'lmish, bilasizmi? Men bu yerda qancha pulim borligini. Mana. Ha, tushunarli. Mayli, nima olsak desangiz ol va ket. Aha, olaman ham. Xudo, ol. Xo'sh, do'stlar, nima olsak ekan? Buni qaranglar, bir-biridan chiroyli futbolkalar. Hammasini olsam edim. Lekin pulim yetmaydi. Mayli, hozir bittasini tanlayman va sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, do'stlar, mana bunaqa kiyimni kiydim va bu juda ham ixcham. Mana oldim. Xo'sh, ko'rsatchi. Yarashibdi. Ana endi popishga o'xshamaysan. Mayli, pul qancha bo'ladi? Xo'sh, ishtonlar uchun $10 berasan. Xo'p, mana sizga $10. Yaxshi, ana endi ustki kiyim uchun $32. Xo'p, hozir mana $32. Oyoq kiyim uchun esa 5. Aha, menda $5 bor. Mana oling. Yaxshi, bo'ldi, ketishing mumkin. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. Do'stlar, qanaqadir o'ziga bino qo'ygan jitel ekan. Men ham bomj bo'lsam ham odamman-ku, to'g'rimi? Mayli. Boyib ketsam bu do'konni sotib olaman, ko'rasizlar. Xo'sh, endi menda bor yo'g'i $2 bor. Xo'p, mayli. Kelinglar, do'stimizga bergan va'damizni ustida turamiz va ovqat sotib olamiz undan. Mana brat, qaytib keldim. Ajoyib, yangi kiyim oldingizmi? Ha, yarashibdi. Katta rahmat. Keling, endi menga hot dog ola qoling va yana suv. Yaxshi, yoqimli ishtaha. Mayli, sizga esa baraka. Mayli, do'stlar. Nihoyat chanqog'im qondi. Ajoyib. Endi esa narsalarni topshirishga borishimiz mumkin. Kelinglar, tezroq bu yerdan o'tib olamiz va narsalarni topshirishga boramiz. Yangi kiyimlar bilan axlatli joylardan o'tgim kelmayapti, rostini aytsam. Mayli, bunday sakrab o'taman. Xo'sh. Nima ham qilardim? Iloji yo'q. Agar sal bo'lsa ham pulim ko'proq bo'lganda, balki lekin menda hozir yangi kiyim bor, balki ish qidirib ko'rarman, do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Axlat terishni yig'ishtirib ish qidirib ko'rarman rostdan ham. Lekin yo'q, qishgacha men pulni to'plashim kerak, ungacha hech nimani o'ylamayman. Keldim. Xo'sh, mana yaxshi qog'ozlar, hop va yog'och. Ha, bugun kam. Juda ham ko'p ishlar bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yangi kiyim oldim. Endi bomj emasman. Unda bu yerdan ket. Nima? Hazil. Ha, hazilingiz qursin. Jin ursin. Shunaqa ham hazil bo'ladimi? Ket bu yerdan deydi. Shunchaki menga bilasizlarmi, hasad qilyapti jitel. Xo'sh, mayli do'stlar, mana bu yerdan sakrab o'tamiz. Oppa, yaxshi do'stlar, o'tdim. Zo'r, endi esa uyimizga qaytamiz. Xo'sh, do'stlar, uyimiz mana o'z joyida turibdi. Ajoyib. Bilasizlarmi, menimcha shu yerda tugatsam ham bo'ladi, chunki video o'ylashimcha cho'zilib ketdi. Ha, do'stlar, deyarli 20 daqiqa bo'libdi. Mayli, kelinglar, narsalarni qo'yib bo'lay. Sizlar bilan men Darpin bo'ldim. Tomosha uchun xo'sh, bu menga kerak bo'ladi. Tomosha uchun hammaga rahmat va xayr do'stlar. Kelasi safar ko'rishguncha. Xayr.